Assalomu alaykum qadrlilarim. Bugun sizlarga menga ko'p keladigan savollardan biri qabziyat muammosi haqida, ichki tashqi gemoroy, hazm qilishda muammo, metabolizmdagi, ya'ni organizmdagi hazm qilishdagi muammolar tufayli ich qotishlar yosh bola chaqaloqlardan tortib yoshi katta homilador emiziklilarda ham, erkak ayollarimizda ham birdek juda ham kuchli asabda o'ynaydigan yoki odamni holsizlantirib qo'yadigan har qanday noqulayliklarni va har qanday kasalliklarni keltirib chiqaradigan juda ham og'riqli nuqtalardan biri bu ich qotishi, qabziyat hisoblanadi va mana shu mahsulotimizni biz bosqichma-bosqich davolash mahsulotlarimiz bor. Etap davolagan paytda mijozlarimiz bosqichma-bosqich bu kasalliklardan butunlay xalos bo'lishadi va uning eng birinchi navbatda mana shu detoks mahsulotimiz tavsiya qilinadi. Detoks mahsulotimiz ichki organizmni general uborka qilib berib, tozalab berish xususiyatiga ega hisoblanadi. 3 bosqichdan iborat. Detoksimizni alohida birinchi bosqichi bu ichaklardagi toksin shlaklarni tozalab beradi. Ya'ni organizmning ichakidagi toksin shlaklari tozalangandan keyingina siz nafas olishni boshlaysiz. Qabziyatlaringiz yengil bo'lishini boshlaydi, ichlar yaxshi keladi, metabolizm yaxshilanishni boshlaydi. Bitta narsani tushuntirmoqchiman. Xuddi biz qozonda bitta qoshiq bo'lsa ham ovqat qolib ketsa yoki choy qoldig'i choynikda qoladigan bo'lsa, qanaqangi darajada ifloslanishi bor, hidlanadi yoki bo'lmasa mog'orlashni boshlaydi, to'g'rimi? Biz ham 20 yoshmisiz, 18 yoshmi, 30-40 yoshmi, aynan ichki organizmdagi ichaklar tozalanishga muhtoj. Bu detoksimiz esa xuddi shu tozaluvni o'z xohishi bilan qila oladi. Chunki biz umr davomida cho'milganimiz bilan, tirnoqlarimizni olib, sochlarimizni yuvganimiz bilan, kiyimlarni yuvganimiz bilan ichki organizmni tozalashning imkoni yo'q. Qachonki biz qo'shimcha mahsulot vatimiz, detokslarimiz bilan tozalaydigan bo'lsak, organizm tozalanadi va sizdagi har qanday kasallik va ich qotishlari ketishni boshlaydi. Keyingi bosqichimiz metabiotik hisoblanadi. Metabolizmni yaxshilab beruvchi organizm ichki tomonlama tozalangandan keyin kerakli bo'lgan mikrofloralarni yaxshilab berish uchun, tiklab berish uchun, hazm qilishni yaxshilab berish uchun metabiotikimiz oddiy suvga tayyorlab ichiladigan, kun davomida sizni yeyotgan mahsulotlaringizdan vaqtida hazm bo'lishiga yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulotimizni ichgan paytingizda o'zingizni yengillikni his qilasiz. Har kunga bir xil rejimda ichingiz kelishini boshlaydi. Og'izga achchiqdan kelishlari, hidlanishlar, og'izda har xil noxush kekirgan paytidagi noxush hidlardan tortib achchiq suvlargacha zardob bo'lishlar yoki bo'lmasa jig'ildon qaynashlari hammasi ketadi. Aynan mana shu metabiotikimiz orqali. Bitta korobkasini o'zi 28 kunga yetadi. Bir kunda bir mahal, bir kunlik rejimda hazm qilish tizimingizni yaxshilab beruvchi eng og'ilda produktlarimizdan biri hisoblanadi.